Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari, akalar. Biz video syomkalarimiz Namangan viloyat, Namangan tumani shu Tepag'o'ron qishlog'ida olib boryapmiz. Akalar, o'zimning xonadonimni olib boryapman. Hurmatli obunachilar, uni yo'q qolmasa bitta like bosib, kanalimizga mehmonlar obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hurmatli obunachilar, aka-ukalar, bugungi xudo xolasa 10 dona gigant sovg'alar kelgan. Hurmatli obunachilar, zo'rlaridan boqaman deganlarga boru. Xudo xolasa qo'ylarimiz Qirg'iziston Bishkek So'qliq qo'y bozoridan keldi. Hurmatli obunachilar, mana ko'rishingiz mumkin. Hammasi toza, yuzlari o'ta tiniq. Mana mashhur o'ta gigant. Xudo xolasa hammasi naqd bo'g'ozdan so'raganlar. Hurmatli obunachilar, zo'ridan boqing mana. Hammasi Qirg'iziston qo'ylari. Inshaalloh qo'ylarimiz o'ta udor. Zo'ridan boqaman deganlarga. Mana hurmatli obunachilar, qo'ylar ko'ringlar, hammasini yuzdan xudo xolasa. Mana shunisi qo'zi. Oyoqda oqi bor hurmatli obunachilar. Qo'zi hali bu xudo xolasa yana o'sadigan joyidan. Mana hurmatli obunachilar, hammasi o'ta polvon qo'ylar. Hali charchoqlari ham chiqqani yo'q hurmatli obunachilar. Mana ko'rishlari mumkin. Mana hurmatli obunachilar, qo'ylarimiz o'ta kelgan, hammasi bir joyda qo'yib, Qirg'iziston Bishkek So'qliq bozoridan kelgan qo'ylar. Hurmatli obunachilar, zo'rdan boqaman deganlarga qo'ylar bor mana. Hammasi tiniq. Hali bu qo'ylar charchoq chiqib qolsa, umolda yaqinlashib bo'lmaydi. Hurmatli obunachilar, mana ko'rishlari mumkin. Mana shu qo'ydan ko'raman, peshanasi qashqasi bor. Bularda endi bo'ylarini, tishlarini ko'rsatib o'tamiz hurmatli obunachilar. Bular 4 ish, 6 ish, 8 ish. Bu bitta sho'ringchi. Sho'ring ashuna. Qani. Bak, ishim hali yangi hurmatli obunachilar. Mana qo'ylar hozirdan o'ynayapti. Mana. Hurmatli obunachilar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana. Bu bitta sho'ring. Qo'zini ham sho'ring, oq oyoqda. Ash qo'zi hurmatli obunachilar. Bu yangi shogirdimiz. Var metrni men ko'raman ukasi. Kallasini ko'taring. Mana hurmatli obunachilar, mana yerdan. Mana bari 85 ga boryapti. 85 ga xudo xolasa sovlig'imiz o'ta gigant. Mana shu qo'zi sovli, hali qo'zi bu. Qo'zicha hurmatli obunachilar. Bu bitta sho'ringchani. Bu bittasi. Shuni yana shoq qo'laveradi. Bu yangi shogird qiynayapti o'ydan. Shoq qo'laveradi bu bittasini. Xudo xolasa yangi shogird. Mana qo'yamiz. Mashaalloh shoqimiz. Niyat qo'yamiz. Hurmatli obunachilar, qo'yamiz. Tisarlab turibdi. Mana bo'yi, mana yerdan xudo xolasa. Mana. Va chiqqani olaverasizlar. Bizda anaqa junumidan 90 chiqyapti. Hurmatli obunachilar. Mana shu qo'ydan ushangchi mashsini. Bu bitta ushab qancha? Ushab, ha. Bu qo'ylarimizdan charchoq chiqqan. Ana bu tomon o'tkazingchi. Ana hurmatli obunachilar, yerdan 85. Chiqqani qolaverasiz, xudo xohlasa. Men tishini ochib ko'rsatdim, mana 8 tish bo'lsa kerak. Mana tishi butun 6 ekan. Toza 6 hurmatli obunachilar. Mana qo'ylarimiz sredni 4 ish, 6 8. Mana katta qo'ydi o'shancha, mana kattani gigantni. O'ta gigant mana shu. Ne shoqqa? Hoppa. 1 metr. 1 metr. Qani kirmas qo'y. Ha. Hurmatli obunachilar, mana yerdan bo'yi. Mana ko'rishlarim mumkin, uzoqdan ham ko'rsatyapman. Juni bilan 94 chiqyapti. Uzunasini ko'ringiz mana shu yoqdan. To'g'ri turgan yo'q qo'y. Ha, qo'y to'g'ri turgan yo'q. Endi chiqqani olishaverar buni. Mana hurmatli obunachilar, 1 metrga o'zi ozma qolar ekan. 97 ekan uzunasi hurmatli obunachilar.
Mana qo'yimiz. O'ta gigant mashq qo'y. Bu qo'y 8 ta tishini ko'rsatib qo'y. Lekin xudo xolasa naq bo'g'oz mashq qo'y. Mana bo'ldi ko'rindi. Xudo xolasa naq bo'g'ozni berishga mashq qo'ydi. Toshqon deb. Buni liniyasi bayarga bor taqar ekan. Bu qo'y liniyasi bilan mashq qo'ydi. Krasavchik qo'chqor qo'shilgan ekan. Hammasi krasavchik qo'chqor qo'shilgan ekan. Mana ko'rish mumkin. Bo'ylari 85 dan 90 ga olaveradi, xudo xolasa. Hammasi kelgan, yeb ichishi, sog'ligiga bir hafta kafolatini beramiz. Bu qo'z mashq qo'zim tishini ko'rsatib qo'yaylik. Mana ishonmaydigan odamlar ham buni ichida. Sizga qo'yishni o'rgatdim, chachingizga mashq ekan, ha. Mana shuni ko'rsating-ku. Shishakka chiqibdi mana. Shishak, ana hurmatli onalar, shishak. Hurmatli onalar, bitta shishak bor ekan. Qolganlari xudo xolasa 4 tish, 6, 8 tishga berilaveradi. Mana. Ko'rishingiz mumkin. Qo'ylarimiz Namangan tumani Tepag'o'ron qishlog'ida turibdi. Hammasi gigant qo'ylarimiz. Sog'ligi, yeb ichishi xudo xolasa bir haftaga qoladi beramiz. Xo'sh, hurmatli obunachilar, buni rosa ko'p cho'zirish kerak yo'q. Bularga bitta narx chiqaramiz, xudo xolasa. Narxi bo'ladigan narxi 6 million 700 ming so'mdan dastavkasi Samarqandga ketaveradi. Bir joyga bo'lsa 10 dona bir qo'ra qilib baqaman deganlarga 6 million 700 ming so'mdan xudo xolasa. Hammasi masalan men bularni ichida yaqin bo'g'ozi ham bor. Bularni 100% qochgan. Men ertaga tug'adi, indinga tug'adi deb va'da berolmayman, hurmatli obunachilar. Qo'chqonlar bo'lsa, bejoz qo'shib qo'yasizlar. Ijolatchilar bo'lmasa kerak. Bizda masalan siz tug'adi degandingiz, xonadonasi biz garantiya bermaymiz. Yelin tashab qo'yganlar. Mana mashqni yelin tashab qo'yibdi. Mana mashq qo'y. Xudo xolasa hammasi yelini o'chgan. Hammasi gigant sog'liqlar. Baqsangiz zo'ridan boqing mana. Mana mashq qo'yam yaqin ekan. Hammasi xudo xolasa yelin tashab qo'ygan. Mana bu qo'y, hurmatli obunachilar. Hammasi xudo xolasa bo'g'oz deb berishdi. Xo'sh, hurmatli obunachilar, bir joyga bo'lsa 6 million 700 ming so'mdan dastavka Samarqandga ketaveradi. Tanlab olishga kelishilgan holda, hurmatli obunachilar. Tanlab olishga kelishamiz. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqaramiz. Endi navbat ikkinchi partiyaga. Hurmatli obunachilar, mana ikkinchi partiyamizga xudo xolasa to'g'lig'iga kelib qolgan urg'och qo'zlarimiz. Mana urg'och qo'zlar. Ikkalasini telefonda katta kichik ko'rsatib, hurmatli obunachilar, holatlarimizda lokatsiyani tashab beramiz, kelib ko'rib olaverasizlar. Mana ikkalasini yuzidan quloqlar but-butun ikkalasini bir xil. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, bunday razrezlar o'ta cho'tki. Mana liniyasini bog'da berishgan. Mana bu liniyasi qanaqa? Hozir esimdan chiqib turibdi. Liniyasi bor degan mana shu qo'zini. O'sha ashini o'z oldimizga keladi. Metrlar bo'y basni ko'rsatib o'tadi. Hurmatli obunachilar, hijolatchilar bo'lmasligi kerak. Ana yerdan hurmatli obunachilar. Mana 75 chiqadi, xudo xolasa. Mana bunisi ham. Qo'zchaq, o'zadi bu. Bular tish buzmagan, hurmatli obunachilar, yosh oyliklari 7 oylikdan kelasi ham. 6-7 oylikka alik qilaveramiz. Xo'sh, hurmatli obunachilar, bular narxi egilaringiz, narxi ikkalasi bo'ladigan narxi 4 million 600 ming so'mdan dastavka Samarqandga ketaveradi. Kimga ma'qul bo'lsa, xudo xolasa aloqa chiqarasizlar. Qo'ylarimiz Namangan tumani Tepag'o'ron qishlog'ida turibdi. Hurmatli obunachilar, bugungi xudo xolasa mana shu bo'g'oz qo'ylarimiz shular edi, bor yo'g'i. Qo'ldan kelgancha yig'ishga harakat qildi deb o'ylaymiz. Videolarimizga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Xudo xolasa biz sizlarga zo'rlardan olib kelishga harakat qilamiz yana. Aloqa chiqarasizlar. Videolarimiz xato kamchilik bo'lsa oldindan uzr, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.